YouTube algoritmi 2025-yilda qanday ishlayapti? So'nggi yillarda YouTube algoritmi juda ko'p marta o'zgardi. Oldin u faqat ko'rish soniga qarar edi. Hozir esa algoritm tomoshabinning xatti-harakatini chuqur tahlil qiladi. Ya'ni endi muhim narsa kim sizni ko'rdi emas, balki qancha vaqt davomida tomosha qilgani muhimroq bo'ldi. 2025-yilda YouTube algoritmining asosiy maqsadi foydalanuvchini iloji boricha uzoqroq platformada ushlab turish. Shuning uchun tizim sizning videolaringizni emas, tomoshabinni ushlab qoladigan videolarni ko'proq tavsiya qiladi. Endi bu nimani anglatadi? Agar videongizni ko'rgan odam uni oxirigacha tomosha qilsa yoki undan keyin yana sizning boshqa videolaringizni ko'rsa, algoritm darhol sizning kanalingizni yuqoriroq baholaydi. Yana bir muhim narsa klik va tomosha farqi. Agar sarlavha va rasm chiroyli bo'lib, ko'p odam bossa, lekin 10 soniyadan chiqib ketsa, algoritm buni aldov deb hisoblaydi. Shu sababli 2025-yilda YouTube faqat bosiladigan emas, oxirigacha ko'riladigan videolarni ustun qo'yadi. Shuningdek, algoritm endi foydalanuvchining qiziqishlarini ham tahlil qiladi. Ya'ni kim qanday mavzudagi videolarni ko'radi, qancha vaqt ajratadi, kimni kuzatadi, shular asosida tavsiyalar shakllanadi. Shu sababli kanalning mavzusi aniq bo'lishi kerak. Sizning kanalingiz faqatgina bitta mavzuda, bitta yo'nalishda davom etishi juda ham muhim bo'ladi. YouTube sizni kimga ko'rsatishini osonroq biladi. Xulosa qilib aytganda, 2025-yilda YouTube algoritmi quyidagi 3 narsaga qaraydi. 1. Tomoshabin videoni oxirigacha ko'rdimi? 2. Keyingi videolarga o'tdimi? 3. Kontent mavzusi kim uchun mos? Shu 3 narsani to'g'ri bajarsangiz, algoritm sizni tavsiyalarga tezda chiqaradi.